AQSh nega aynan O'zbekiston terma jamoasini qattiq tekshirgani ma'lum bo'ldi. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Bugungi dasturimiz va Jahon chempionati homiysidan siz uchun katta yangilik va Cup 26 promokod bilan ro'yxatdan o'tsangiz 3 million so'mgacha bonusni qo'lga kiritasiz. Hoziroq kommentariyadagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va o'z bonusingizni qo'lga kiriting. Rossiyalik ekspert Aleksandr Chumakov AQSh xavfsizlik xizmatlari tomonidan O'zbekiston milliy terma jamoasi futbolchilari va rasmiylari qattiq tekshiruvdan o'tkazilgani haqida o'z fikrini bildirdi. Uning ta'kidlashicha, xavfsizlik idoralari buni oddiy tartib-qoida deb atashi mumkin, ammo nega aynan O'zbekiston terma jamoasi tekshirilganiga aniq izoh berilmasligi ehtimoldan yiroq emas. Menimcha, xavfsizlik xizmatlari buni oddiy tartib-qoida deb ataydi va nega aynan bunday tekshiruv o'tkazilganini hech qachon ochiqlamaydi. Hozircha jamoatchilik futbolchilar tekshirilgan ikki holat haqida biladi. O'zbekiston va Senegal terma jamoalari futbolchilari tekshirilgan. Agar boshqalar ham tekshirilgan bo'lsa, bu jarayonlar aks etgan videolar internetda yo'q. Ehtimol Yevropa terma jamoalari tekshirilmayotgandir. Bu haqiqatdan ham yoqimsiz holat. Lekin xavfsizlik xizmatlari ishiga aralashib bo'lmaydi. Bu voqea o'zbek futbolchilarini ranjitmasligi kerak. Ular buni shaxsiy masala sifatida qabul qilmasligi lozim. AQSh politsiyada ehtiyot chorasi sifatida shunday qarorlar qabul qiladigan holatlar juda ko'p uchraydi. Bunda yomon narsaning o'zi yo'q. Hatto bu yaxshi ham. Balki kimdir politsiyaga qo'ng'iroq qilib, ehtimoliy xavf haqida xabar bergandir. Shuningdek, politsiya bo'lajak turnirning ahamiyatini to'liq anglamagan holda har ehtimolga qarshi tekshiruvdan o'tkazishga qaror qilgan bo'lishi ham mumkin. Har bir shtatning o'z protokollari va qoidalari mavjud. Bu qoidalar har bir mamlakat uchun farq qilishi ham mumkin. Umuman olganda, O'zbekiston terma jamoasi va uning muxlislari bu vaziyat haqida o'ylab o'tirmasliklari kerak. AQShda g'alati holatlar ko'p va turnir vaqtida bunday vaziyatlar yanada ko'proq bo'lishi mumkin. Gapimning mohiyatini tushunishingiz uchun aytsam, momaqaldiroq haqida ogohlantirish berilgandan so'ng o'yinlar to'xtatilib turilishi mumkin. Hatto bir tomchi yomg'ir yog'masa ham uchrashuv 30 daqiqa to'xtatiladi. Bu jahon chempionati shubhasiz noodatiy bo'ladi, dedi Aleksandr Chumakov. Qadrli muxlislar, siz O'zbekiston terma jamoasini bunday holatda tekshiruviga qanday qaraysiz? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga esa like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.